furaga qiziqadigan aka-ukalar uchun fura kelib qoldi. Mana radiatorni ham ko'rishlaring mumkin. Mana 4 ta suvniki, havoniki, konditsionerda radiatori, mana buni ichida turibdi konditsionerdiki. Buni tagida intayda yog'da radiatori. Bu mana batdan radiatorga suv quyiladi, antifriz quyiladi. Mana batdan yog' quyiladi, yog' 80 litr. 40 litr yog' oladi. 80 litr radiator jami suyuqlikni oladi. Benzin baki bu tomonda 750 litr salarka oladi. U tomonda yana 750 litr. Jami 1,5 tonna salarka oladi bu furamiz. Shvetsiyada ishlab chiqarilgan. Biz salarka rasxoti yuziga o'rtacha 25 ta rasxot qilyapti. Bu degani bitta polniy bak qilinsa, polniy bak bilan indamasdan 3700 kilometr bemalol yuraveradi. Bu degani agar salarka 10 mingdan bo'lsa, tasavvur qilinglar 15 millionga polniy bak bo'lyapti. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib do'stlarga ulashib qo'yamiz.